Roza tutganda ichilishi shart bo'lgan 3 ta biofaol qo'shimcha. Birinchisi albatta vitamin D3. Rozada uzoq muddat och bo'lganligimiz uchun bizda immunitet tushib ketish xavfi yuqori bo'ladi. Aynan bunaqa holatda vitamin D3 ichganimizda immunitet oshib turadi va undan tashqari bizdagi dopamin gormonini sintez qilishga yordam beradi. Dopamin bu baxt gormoni. Ya'ni kayfiyatimiz ham ko'tarinki holatda bo'ladi. Ikkinchisi bu albatta magniy sitrat. Birinchidan bu uyquni yaxshilaydi va undan tashqari rozada kam suv ichilganligi uchun, tana suvsizlanganligi uchun juda ko'p insonlarni qabziyat muammosi qiynaydi. Shunaqa holatda magniyni sitrat formasini ichishni tavsiya qilaman, chunki bu ichak faoliyatini ham yaxshilashda yordam beradi. Uchinchisi esa albatta omega 3 yog' kislotalari. Rozada suv kam ichilganligi uchun yurak qon tomir kasalliklari xavfi yuqori bo'ladi. Omega ichilganda esa aynan bu kasalliklar xavfi pasayib boradi. Tanadagi yallig'lanishlarni ketkazishda ham yordam beradi. O'z litsenziyasiga ega halol original mahsulotlarni xarid qilish uchun vitaminli sahifasiga obuna bo'lib, pastdagi raqamlarga Telegram orqali yozing.